Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan birga ishlayman Kompot va mana yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda qishloq bilan fermerda ish qilishga ketyapmiz. Xo'p, mayli, unda mana bu kerakli barcha urug'larni va sabzi, kartoshkalarni olamiz va ishga otlanamiz. Ishlamaganimga ancha bo'libdi. Mana qishloqqa. Salom qishloqqa, qalaysan? Salom Kompot, uyimni qulfladim va uy tarqatilayotgan joyga kelyapman. Ha, to'g'ri. Stop, nima deding? Uy tarqatilayotgan joy. Nima? Qani uy? Qayerda uy? Kompot, orqaga qarab o'rganilgan uyni ko'rasan. Juda ham chiroyli va juda ham bahaybat. Nima? Rostdanmi? Hozir qani burilib ko'ramiz. Jin ursin do'stlar, mana bu uyni qaranglar, bunaqa kattaligini ko'ryapsizlarmi? Jin ursin, qani uy oldiga borishimiz kerak. Xo'p, mayli, kartoshka ishlari keyinchalik qolib turadi. Vau, bolalar, mana bu baland uyni qaranglar, eng qizil uy. Qochinglar, turtilmaylik, qochinglar. Salom mer, qalaysan? Bas qilinglar, iltimos aholilar. Biz bugun sizlar bilan birgalikda atigi 7 ta dona uyni tekinga tarqatib yuboramiz. Shuning uchun biz qur'a tashlaymiz. Halol bo'lishi uchun. Men birinchi boshlayman men. Iltimos, men birinchi boshlayman mer, men chunki birinchi turibman-da shu yerda. Nima, Kompot, bu adolatsizlik bo'ladi. Jimiylar, bo'ldi. Yaxshi, Kompot, birinchi bo'lib sen tanlaysan. Mana bu qutini ichiga qo'lingni tiq va xohlagan rangli uyni tanla. Bu ichida 7 ta, bitta rangli uy va qolgan 7 tasi bo'sh. Tanlashing mumkin. Tanlash imkoniyati senda. Menga eng qizili yoqadi bolalar. Xo'p, mayli, hozir tayyorlab ko'ramiz. Vau, bola, menga qizil tushib qolsami? Qayerdan tanlar edim? Kompot, men adolatli o'yna. Men birinchi bo'lishim kerak edi. Bu yerda men 2 soatdan beri kutib turibman. Nima? Adolatsizlik. Jimila, bola, xo'p, mayli, qani bu yerdan tiqib ko'ramiz. Qani bir nima ilinyapti, qani? Yaxshi. Krasniy, jinursun, bola, qizil uy tushdi menga. Xo'p, mayli do'stlar. Demak, Kompotga qizil uy tushdi. Tabriklayman, Kompot. Endi qizil uy senga. Ana oxiridagi qizil uymi? Jinursun, ha, men omadliman. Ha. Kompot, adolatsizlik bo'ldi. Biz hammamiz o'sha uyni kutayotgan edik. Ha, adolatsizlik. Bo'ldi, mer, mana bularga tushuntirib, men yutdimmi? Bo'ldi, men omadimni ishlatdim. Qochinglar endi, men tepaga chiqib o'z uyimni ko'rishim kerak. Bolalar, mana buni qaranglar. Vau, prosta juda ham bomba bo'libdi. Mana buni qaranglar, meni uyim eng qizili. Qani, xo'sh, mana bu yerni bosamiz va mana bolalar, vau. Buni qaranglar, to'g'ri uy sal tor, buni esa kettalik qilamiz. Mana buni qaranglar, bitta qishloq xuddi mushtumdek ko'rinyapti va o'rmonlar ham. Endi bu yerni salgina remont qilib yuborsak bo'ldi. Juda ham zo'r chiqibdi. Yaxshi, kelinglar bolalar, bu yerlarni remont qilamiz. Menda yaxshi dahshat g'oyalar bor. Xo'p, hozircha o'ylab turamiz. Meni skladimga borib kelishimiz kerak. Menda dahshat g'oyalar bor. Ish keyinchalik qolib turadi. Hozir skladga boraylik. Qani pastga tushamiz. Yaxshi, olovrang, sariq, yashil, har xil uylar bor ekan. Nimaga har xil qurilgan bilmayman. Kommentariyada yozib keting. Salom mer, nimaga kulyapsizlar sizlar? Nima bo'lyapti? Kompot, men olovrangni yutdim. Men esa qizilni, men esa yashilni yutdim. Men yashilni yutdim. Tasavvur qilyapsanmi? Men esa eng pastki pushtisini yutdim. Hammalarga omad tilayman. Yaxshi, yutganinglar bilan tabriklayman, lekin har doimgidek meniki eng oxirida va qizili turibdi. Eng balati meniki. Yaxshi, xursandchiliklarni ulashishni yaxshi ko'raman, lekin hozir men o'z uyimni remont qilishim kerak. To'g'ri, men uyni yutib oldim, shuning uchun remont qilaman. Qochib turinglar. Yig'lamanglar, xafa bo'lmanglar. Sizlarni omadinglar kelmadimi? Keyingi safar albatta omadinglar keladi. Mana bu uylarni qaranglar, oddiygina uy. Mayli, hammalarga omad tilayman. Ustimdan kulyapsanmi? Hozir seni urib uyoq qilib yuboraman. Bu yerdan yo'qol. Xo'p, mayli. Xo'p, bolalar, bu jitilar yutolmaganiga asabiylashyapti. Lekin men barcha omadimni ishlatib yubordim. Xo'p, mayli. Barcha narsalarni olib keldim, mebel, hamma narsasini olib keldim. Mana bu qizil uyni. Stop, menga bir g'oya kelib qoldi. Uyimning rangi qizil, bloklarning rangi esa ko'k. Kompotskining rangi qanaqa? Qizil va ko'k. Ha, do'stlar, endi tushundim. Mening uyimning rangi qizil, ularning ichidagi narsalar esa ko'k va kompotning skini bilan birga bir bo'ladi. Xo'p, mayli, unda teparoqqa chiqib olamiz. Mana bu sariq jitel, bu esa mening do'stim. Mana bu olovrang jitel. Salom olovrang jitel. Sen ham menimcha remont qilyapsanmi uyni? Men ham remont qilyapman. Sen bilan qo'shni bo'ldik. Xo'p, mayli, endi tepasiga chiqib o'zimni uyimni remont qilaman. Xo'p, bu yerga kravatni qo'yamiz. Juda ham mos tushdi. Vau, prosta taki zo'r bo'ldi. Xo'p.
Endi esa mana bu yerni sal kattaytiramiz yaxshiroq chiqishi uchun. Hop, bu yerni bu qilamiz, bu yerni esa bu, buni esa bu, buni esa bu, buni qilamiz. Yaxshi, hammasi tayyor. Bloklarni olib olaman. Hop, hammasi tayyor. Bu yerga esa oynalar qilamiz. Nega oynalar qilyapman? Yomg'ir yog'ganimda mana bu klaviaturada o'tirib olib kuzatib turaman. Prosta juda ham zo'r vid bo'ladi, ya'ni stil bo'ladi. Jin ursin, mana bu oynani olish esimdan, bloklarni olish esimdan chiqibdi. Hammayli hech narsa qilmaydi. Xo'p, endi nima qilamiz do'stlar? Mana bu yerga esa mana bu oddiyni, mana bu narsani qo'yaman, sandiqimni. Bu yerga stol, bu yerga ham stol qo'yaman. Bu yerga esa kompyuterim. Afsuski, kompyuterim eskiroq, PC'im eski o'yinlarni ko'taradi, lekin yaxshi. Xo'p, bu yerga esa mana bu LG o'yinim, bu retro o'yinlar hisoblanadi. Buni esa poygalar maza qilib o'ynayman. Xuddi meni stream xonim tayyordik. Xo'p, bolalar, endi nima qilamiz? Hozircha hammasi yaxshi. Bu yerga soatni qo'yib qo'yaman. Soat 8:02 bo'libdi. Yaxshi. Prosta bola mana buni screenshot olaman. Juda ham kerak bo'ladi, sababi juda ham chiroyli turibdi. Xo'p, bu yerga esa pechkamni, bu yerga pechkamni, bu yerga esa verstakimni va nihoyat hammasi tayyor. Prosta juda ham bomba bo'ldi. Meni remontim tayyor. Endi qolgan do'stlarim, ya'ni qishloqli doshlarimning remontini ko'rishga ketamiz. Qani, ustunlarimni to'g'rilayveraman va pastga tushaman. Xo'p, bolalar, bir nima yemayotgan ekan, men gullarni oldim va tepaga gilamlarni oldim. Xo'p, mayli, birinchi qavatdagi jitel uyini ko'ramiz. Jitel, taq, ochil eshikni. Kiravering. Jitel, mana buni qara, juda ham yaxshi qilibsan. Kapot eng zo'r va eng stilli anaqa meniki bo'ldi. Meniki eng dahshati, meniki eng birinchi zo'ri. Uyim ham birinchi qavatda, o'zim ham birinchi qavatda. Ha, bola yaxshi qilibdi, lekin oddiygina narsalarni joylashtirib qo'ygan. Sovg'a qilingan uyni ham normaliy remont qilish kerak, lekin bu esa dabdala qilibdi. O'qjitilli, qalaysan, seni remonting bitdimi? Kirsam bo'ladimi? Ha, albatta, qani qochdir. Sen qochib tur, men qayerga qochaman? Hozir tushib ketishim mumkin. Qoch, iltimos. Yiqilib ketmay. Nima bu? Nima qilyapsan bu yerni? Kapot, men endi tabiatni asrashim kerak. Shuning uchun eng baland etajdaman. Mana shu yerda maza qilib narsalarni ko'ryapman. Bola, bu yer zapark emas. Xo'p, mayli, o'zingni omadingni bersin. Menimcha senikini baholayman, 10 dan 9 qo'yaman. Hazillashyapman bola. Xo'p, mayli. Eng zo'ri har doimgidek o'zimniki. Mana buni qaranglar, gamerning eng zo'r stilli. Mana bu yerga gilamni qo'yaman, hammasi esa prosta tak bomba. Uyimning ichidagi hamma narsa ko'k, uyimning tashqarisi esa qizil. Xo'p, bu yerga nimani qo'ysam bo'ladi? Mana bu yerga gulchamni qo'yaman. Bu juda ham yaxshi. Bu yerga bu gulchamni, bu yerga bu yerga esa bu gulchalarni qo'yapman. Yomg'ir yog'ganda muzdek o'tib, gulchalar so'lib qolmaydi. Bu yerga esa rasmni qo'yib qo'ymang, yaxshiroq rasm. Mana bola prosta zo'r rasm. Ixchamgina uyda yaxshigina rasm chiqyapti. Xo'p, endi nima qilamiz? Har doimgidek hammasi yaxshi chiqdi. Men uyim ham juda ham zo'r chiqdi. Endi nima qilamiz? Har doimgidek endi birpas dam olishim kerak, lekin dam olish umuman uyqu hayolimga kelmayapti. Bola prosta tak zo'r vid bo'ldi. Bu vid sizlarga yoqdimi? Kommentariyaga yozib baholab ketinglar. 1 dan 10 gacha. Xohlasanglar 1 dan cheksizgacha, farqi yo'q. Barcha kommentariyalarni o'qib chiqaman. Xo'p, endi nima qilamiz? Albatta pastga tushib qarashimiz kerak. Qaysi jitillar qanday uyini quryapti? Salom, barchaga salom. Yashil jitilni, stop, yashil jitilniga kirmadim. Salom, yashil jitil, jin ursin. Meniki bilan bir xil qilib qurdingmi, ahmoq? Ha, kapot, senikidan chopgan bo'lsa ham barchasi menikidan bo'ldi. Nima? Meniki bilan bir xil bo'lib, umuman yarashmabdi. Bu narsalarni olib tashla. Mana buni qara. Sen sal insof bilan qol. Mana bu hattoki kravatlar ham bir xil. Gaming PC'lar ham. Bunday narsalarni qayerdan topding? Topdim-da. Menikidan aniq chopgansan. Mana buni qara. Barcha narsalar meniki bilan bir xil. Men senikini yoqtirmadim. To'g'risi 10 dan 0 ball qo'ydim. Buni obunachilarim ham seni ballalarini qo'yib ketadi. Barcha gullar, barcha narsa joylashishi, hattoki qo'ygan rasmim ham bir xil. Tasavvur qilyapsanmi? Jitel. Nima sen shunchalik ideyang yo'qmi? Diding yo'qmi? Xo'p, mayli, sen bilan ko'rishni umuman istamayman. Sen eng yomon insonsan. Sendan nafratlanaman, tushundingmi? Afsus, bola, bu jitel o'zi bekor meni uyimning eshigi ochiqda qulflab qo'yishim kerak edi. Mana bu eshikni yopib ketamiz. Hozirlik ko'rsatdim o'zimni uyimni. Mana bu sariq jitelniga kirib ko'ramiz. Nima qilyapsan bu yerda sen? Kapot, meni basen qilib endi, maza qilib jo'bilaman. Nima seni
senga gapirishga tilim ojiz jitel. Mana bu nima? Bu jo'jalar nima? Bu uy, bu basseyn emas jitel. Iltimos miyangni ishlat. Iltimos bro, sal miyangni ishlatgin bro. Nima qilyapsan sen? Ahmoq, mana buni qara. Bu yerdan chiqib ketib yiqilib ketasan-ku. Bola, qanday jitellar bilan qo'shni bo'ldim? O'zimni uyim baribir zo'rda, bola qizil. Mana bu oynalar hammasi zo'r bola. Prosta bomba chiqdi. Uylarim ham barcha narsalar bilan. Bola, shunday qilib videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga rahmat, hammaga ming bor rahmat ko'rganingiz uchun. Hammaga xayr bola. Barchaga kattakon rahmat.